Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari, sizlarga bitta nabor ko'rsatib beraman. Buni Tojikistondan zakaz buyurtma qilishdi. Bitta ko'rsatib berdim sizlarga. Katta 23 sm boltamiz. Kamerani yaqinroq olib keling. Zo'r qilib, baquvvat qilib, keskir qilib ishlab qo'yganmiz. Qalinliklarini ko'ryapsizlarmi? Splashni bo'lgan. Bitta cho'qqisi. Go'sht suvoylarni chopgani baquvvat qilib berdik. Hammasini ruchkalari ham koreyskiy biryozadan qilib ishlangan. Juda ham cho'tga chiqib oldi. Bitta katta bo'g'izlaydigan pichog'i, razdelka pichog'i. Undan kichkina razmerdagisi bitta terishlaydigani bo'ldi. Bitta yaqinroqdan ko'rsataman hozir sizlarga. Bitta ko'rib baho berib berasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Mana buni Tojikistonga jo'nataveryapmiz. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonlarga ham dastavka xizmatimiz bor. Bitta bu naborimizga ham ko'rib baho berib berasizlar. Bu ham juda ham go'zal. Sixli naborimiz, 4 ta pichog'i, 12 ta sixli, bitta katta boltasi bor. Buni Samarqandga dastavka qilib chiqarib olyapmiz. Bitta like bosib ketish esdan chiqmasin akalarim.